Bu yoqda mana ikkinchi parnagimiz mana. Nariga birinchisi katta parnagim edi. Mana bunisi ikkinchi parnagimiz mana. Bular ham mana bu videomda ham bunaqa qilganman. Ko'chatlar borligida mana shoxlarni ovlaman, bunaqa qildi. Mana shoxlarni kesib, buni ichkalak qilib qo'ydik. Yangi shoxlar chiqyapti mana. Yangi shoxlar chiqib mana gullashni boshladi mana. İkinci parnagimiz bahri diling ochiladi. Aylanib yursang bunda qilib limonlar ichida. Gullagan qarang bular. Mevalar ushlayapti mana aylar mana. İkinci parnagim bor. Xudo xolasa hosil yaxshi bu yil ham. Hosil yaxshi. Gullash uchun nihoyatda zo'r. Uchigacha gullabdi mana uchigacha. Ular qarang. Bular ko'rib mazza qilib borasan-da. Bularni ko'rsang odamda har qanday kasallik yozilib ketadi. Bu qarang. Shuning uchun qishin yozi mashina ichidan chiqmaymiz-da. Biror marta kasal bo'lmaymiz mana. Bahri diling ochilib mazza qilib yurasan buni ichida. Qishda ham ko'kmak mevalarni zeb bayganda qilib. Atalar jonivorlar ham уже bunu qarang. Shoxlarni kesib qalamcha qo'yganmiz bu parnagimda bormi? Voy mana uni qarang. Allah xohlasa bil yaxshi. Ovqatlarni berib, buni da qo'ysak, bir sug'orib. Uni ko'chatni qarang mana uni. Haligi qishda bunaqaga olib kirib qo'yganmiz-da, pechka boriga olib kirib. O'shaning uchun baki to'kilib qolgan saflari. Issiq uyda saqlab bo'lmaydi-ku. Namlik ham. Endi mana bak chiqarib solganini qarang. Pechka xonaga olib kirib qo'yildik buni bittadan qani. Qishda. Endi bak chiqarib yangitdan bak chiqaryapti mana. Bo'ldi. Gullashni boshlab mevalarni qarang, ushlaganini qarang, jonivorni. Mevalarni ushlaganini qarang mana.